Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun biz Uyg'ur Adliya arxiv ombirining yangi tizimlash betini jamoatga tunishtirmoqchi. Ya'ni bosh betga kirgandan keyin Uyg'ur Adliya arxiv ombiriniki bu yerda tizimlash stoli chiqadi. Bu yerda biz koni yoziqdagi tizimlash stoliga kiramiz. Ko'rganinglardek bu koni yoziq tizimlash stoli. Yuqoriga qarasak, bu yerda koni yoziqniki latin yoziqining ruscha, xitoycha tizimlash jadvallari bor. Ya'ni bu hozir ochganimiz latin yoziqi, bu rus yoziqidagi, bu xitoy yoziqidagi. Jamoatning o'z urug' tuqqanlarini tizimlatishni texnik qolaylashtirish uchun biz ko'p xil yoziqda texnik osonlashtirib jadval tuzib chiqdik. Hozir guvohlikniki koni yoziq qismini tunishtirib o'tman. Ya'ni ziyonkashlikka uchirg'uchining kimlik uchuri. Biz bu yerda ismini yozamiz. Men hozir ma'lum bir odamnikini yozay. Laqimi yoki taxallusi degan bu o'rin bor. Bu yerga Uyg'urlarniki ko'p Uyg'urlarniki o'zaro ismi, familiyasi o'xshash bo'lganligi uchun, yana ba'zi kishilarniki alohida taxallus yoki laqam qo'llanganligi uchun bu o'rinni chiqarib qo'ydik. Yani bu yerga shu odamniki taxallusi masalan yoki laqamini kirgizib qo'ysak bo'ldi. Familiyasi olim deb yozib qo'yaylik. Bu o'rinni bossak, er yoki ayol tanlasak bo'ldi. Yeshi degan o'ringa masalanga 35 deb yozsak, 35 deb yozilgandan keyin siz kunni tanlay olasiz, oyni tanlay olasiz, ya'ni yilni o'zligidan tanlay olasiz. Mesela 35 bo'lsa balkim 86 deb yozib qo'yib turay. Tug'ilgan yurti Urumchi, ziyonkashlik uchirg'uchining Xitoy kimlik nomeri 65 10 chiqqanda yozib qo'yib turay. Ziyonkashlik uchirg'uchining pasport nomeri. Agarda pasport nomeri bo'lsa, pasport nomerini to'ldirsak bo'ldi. Ziyonkashlik uchirg'uchining rasmi, bu o'rinni besib ma'lum rasmni tanlab avatimiz. Bundan boshqa qo'shimcha uchur, ya'ni madaniyat saviyasi, boshlang'ich, savodsiz, to'liqsiz, to'liq o'rta, bakalavr, magistr, doktor, professor degandek tanlashlar bor. Buni faqat tanlab bossak bo'ldi. Kasbi, masalan, nima kasb bo'lsa, ya dehqon yoki yoki tijoratchi, o'qituvchi degandek. Undan keyin xizmat o'rni Urumchi shaharlik 5-o'rta. Urumchi shaharlik 5-o'rta deb yozib qo'ysak bo'ldi. Nikoh ahvoli poytaxt, to'y qilgan, ajrashib ketgan yoki yolg'iz ona yoki yolg'iz ota. To'y qilgan bo'lsa, bu yerda to'y qilganni bosgandan keyin farzand soni deb chiqdi. Biz bu yerda farzand sonini o'zimiz bu ikki tanlashni besish orqali tanlay olamiz. Oila yoki jamiyat iqtisodidagi o'rni, ya'ni bu ba'zi oilalarda ziyonkashlikka uchragan lagerda tutilganlarniki oiladagi asosliq iqtisodiy o'rinni egallaydigan kishilar bo'lganligi uchun bu oiladagi bu odam tutilgandan keyin bu oilada iqtisodiyat ig'ir yetishmaslik, ya'ni butun oilani vayron qilgan ahvollar chiqadi. Undan boshqa bu kishiningki iqtisodiy, ya'ni butun jamiyatni ta'minlaydigan bo'ldi. Ya'ni cho'ng savdogar, tijoratchi, korxonchilar bo'lsa, bu o'ringa to'ldirib qo'yamiz. Ya'ni asosliq
Yana ota-onasi yoki ayoli xizmat qilmaydigan bo'lsa, bu bu ziyonkashlikka uchrag'uvchi butun oila ham jamiyatning iqtisodini ta'minlaydigan birdan-bir odam bo'lganligi uchun butun oilani vayron qildi degan gap. Shuning uchun buni to'ldirish kerak. Bu keyingi statistika xizmatlarimizga foydali. Chunki Xitoyning Uyg'urlarni nima sababdan, ya'ni iqtisodiy jihatdan, diniy jihatdan ya boshqa jihatlardan qanday iskanjaga olayotganligini biz aniqlab chiqa olamiz. Yillik o'rtacha kirim ahvoli qanday degan chog'da bunimi masalan tanlasak ham bo'ldi, yozsak ham bo'ldi. 80 ming yillik o'rtacha kirimi deb yozib qo'yib turaylik. Andan keyin tutilishga munosabatli tafsilotni to'ldiring degan o'rinni bossak, keyingi betga o'tamiz. Bu yerda munosabatli hujjat, mana sudning hukm bormi yoki bu odamniki boshqa hujjat, siz bildigan pasporti, shuning munosabatli sizning qo'lingizda qandaq bir yozma hujjatlar bo'lsa bu yerga chiqarsangiz bo'ldi. Bu o'rinni besish orqali tutilgan, yo'qolib ketgan yoki o'lgan. Bu odam tutilganmi, yo'qolib ketib bizda yo'qmi, yoki lagerlarda o'lganmi, turmadimi, yoki jazo lageridami. Bularninki o'zingiz xohlagan shu odamninki hozirgi ahvolini to'ldirsiz. Ya'ni jazo lagerida. Vaqti qachon? Ya'ni bu yerdan orqa qaytib 2017 may fevral deyli. 2017 fevralniki qaysi kuni? Balkim to'liq vaqtlarda bu belki aniq bo'lmasligi mumkin. Lekin shuni taxminan to'ldirib qo'ysak bo'ldi. Lekin qamalgan o'rinni biz bilsak, buni to'ldirib qo'yamiz. Lekin nurg'un odamlar boshqa shahardan tutilib, ya'ni o'zi turayotgan shahardan qamalgan o'rinni boshqa shaharlarga o'tkazib o'tgan. Ya'ni Qashqar. Agar bu yerda adresini bilsangiz, Qashqar qaysi rayon, pochta nomeri, bularni bilsangiz, bularni to'ldirib qo'ysak texim yaxshi. Tutilish, yo'qolib ketish, o'lish sababi. Masalan, ba'zi odamlarniki bema'ni sabablar bilan tutilgan. Bu odamnikini biz namoz o'qish deb yozib qo'yaylik. Tutilish biror voqeaga munosabatli bo'lganmi, bu odam hech qanday bir siyosiy ish qatnashmagan yoki Xitoyninki siyosatiga hech qanday xiloflik qilgan emas. Shuning uchun yo'q deb yozib qo'ysak bo'ldi. Asli salomatlik ahvoli deganni bosgandan keyin sog'lom, kasalchan, nachar. Nurg'un odamlar sog'lom holda tutilib, keyin og'ir kasallar bilan ba'zilar qo'yib berilgan, nurg'unlar o'lib ketgan lagerlarda. Bumi shu lagerlarga tutilgan kishilarningki keyingi salomatlik ahvolini statistik qilish uchun muhim. Salomatlik ahvoli haqida agar boshqa tafsilotlarni bilsangiz, bu o'ringa to'ldirib qo'ysangiz bo'ldi. Qo'yib berilganmi? Hozir Xitoy dunyoning ko'zini bo'yash uchun bir qism oz sondagi odamlarni qo'yib berib, ya'ni ularni tutib kirgandan keyin nohaq har xil batnomlar bilan kesilyotdi. Qo'yib berilganda qo'yib berish sababi aniq emas. Chunki hech qanday sabab qo'yilmagan. Qo'yib berish sharti ba'zi nurg'un odamlarning uydan chiqishga bo'lmaydi. Ya'ni qo'yib berilgan, lekin uydan chiqib boshqa yerlarga minishga bo'lmaydi, faqat uyda turishga bo'ldi. Shu shartlar bilan qo'yib berilganlar bor. Qancha qatim qo'yib berilgan, buni bir deb yozib qo'ysak bo'ldi. Qo'yib berilgan salomatlik ahvoli
nachar. Yani nihoyatda nachar tozliq ham yemeklik yetishmagan ahvolda bir mezgil to'g'andan keyin lagerlardagi odamlarniki salomatligi nihoyat nachar ahvolga kelib qoldi. Xitoycha til saviyasi mukammal, chunki o'qituvchi deb yozganligimiz uchun xitoycha til saviyasi mukammal bo'ldi. Pasporti bor. Pasporti musodir qilinganmi, nurg'un odamlarniki musodir qilinmagan. Hamma odamning degidek. Chet eldagi qaysi davlatlarga chiqqan, hech qanday davlatga chiqmagan, buni yozmasak ham bo'ldi. Chiqmagan bo'lsa, chet elda urug' tuqqanlari bormi? Bor deb to'ldirib qo'yayli. Diniy saviyasi namoz o'qiganlik uchun, tutilganlik uchun o'rtaroq diniy saviyada. Xitoy Kompartiya a'zosimi, o'qituvchi, yaxshi xizmatlarni qilgan, Xitoyningki e'tiborlab ishlatilishiga erishgan, keyin 200 degandek betnomlar bilan tutilgan. Shuning uchun Xitoy Kompartiya a'zosi. Hamda oyoqlashtirish degan bu o'rinni bosgandan keyin oxirgi jadval chiqdi. Bu yerda guvohlik berguchining ziyonkashlik uchirguchi bilan munosabatda emaslar. Buni inisi berdi deb yozayli. Yana bu yerga muxtar olim deb yozib qo'ysak, olim elxat adresi alfagral gmail chekit.com, telefon nomer 0090, masalan Turkiyadagi odam, guvohlik berguchi turishlik davlatni Turkiya deb qo'yaylik. Boshqa turdagi guvohlik berishni xohlamsiz, masalan men filmlik guvohlik berishni xohlayman deb to'ldirib qo'yaylik. Ma'lumotingiz bu torbatdan o'chirilguncha bir mezgil saqlandi. Ya'ni biz bir necha kun bu ma'lumotlarni torbatdan elib olguncha bir necha kun turdi. Agar avatilgan uchurim darhol o'chirilib arxivda saqlansin deb o'ylasangiz, biz bilan aloqalashsangiz, biz darhol bu uchuringizni o'chirib tordan o'zimiz ayrim o'rinda saqlaymiz. Buni topshiring degan besilgandan keyin aslidagi betga qaytadi. Yana biz bu yerda koni yoziq qaytishni bossak, bizniki yana bir necha odam bo'lsa, bu yerdan qaytib kirib jadvalga qaytadan tizimlashtirishni ochamiz. Bunun bizniki Uyg'ur Adliya arxiv ombirininki yangidan yo'qolib ketganlarni tizimlash, ya'ni uchurini izlash stoni qo'shildi. Siz bu yerdagi missing degan o'rinni bossangiz, missing Abdurahmon, missing Jaloliddin deb bor. Masalan, Abdurahmonni bossak, yana bu ikki haftaninki oldida Qozog'istonda izdiraksiz g'oyib bo'lgan bola. Buni xabarini anglaganlar bo'lishi mumkin. Yani 2 hafta 11 saat 26 minutning oldida bu odamninki yo'qolib ketganlik xabari chiqqan. Buni to'ldirgan chaqda bu shaxs haqida nimalarni bilsiz? Yani iltimos tuvandagi jadvalni to'liq to'shqizib, kerakli hujjat ulanish yoki tushuntirishni yozib avating. Siz bilan aloqalash uchun o'zingiz haqidagi ma'lumotlarni to'shqizib bering deb. Yani bu yerda ma'lumot, bu to'g'riliq nima ma'lumotlarni bilsiz, bu o'ringa yozsangiz bo'ldi. Yaniki ulanish, bu odamniki xabarni torbat, yani sotsial medialarda ko'rgan bo'lsangiz, shuningki ulanishni kirgizib qo'ysangiz bo'ldi. Bu yerda sizniki ismingiz nima? Ismingizni kirgizsiz, telefon nomeringizni kirgizsiz,
Hanki el xat adresingizni kirgizsangiz biz siz bilan aloqalasha olamiz. Ya'ni bu yerda qo'lingizda agar mushu odamga munosabatli boshqa bir hujjat, ya'ni rasm, surat yoki shunga o'xshash narsalar bo'lsa, bu o'rinni bisib o'zingiz kompyuter yoki telefoningizda ma'lum rasmni tanlagandan keyin avatalaysiz. Bu yerdagi bu o'rin oxirida bu o'rinni bossak, uchur bizga bevosita keldi. Endi Abdusalom Jaloliddin muallimnikini ko'rib boqayli. Professor doktor Abdusalom Jaloliddin muallimning xabari Uyg'ur adliya arxiv bombiriga o'tgan hafta kelgan. Bu o'qituvchimizni Xitoy Yaponiyaga davlat maxfiyatligini sotdi degan batnom bilan 2018-yili tutqun qilgan, ham allburun kesayotgan bo'lishi mumkin, lekin biz tafsiliy uchurni bilmaymiz. Shuningga jamiyatdagi, muajiratdagi barliq qarindoshlarniki bu odamni o'qituvchimizni taniydiganlar bo'lsa, bizga bu to'g'riliq uchurlarni ta'minlashini umid qilamiz. Bu yerda Abdusalom Jaloliddin muallim Yaponiyada o'qib doktorlik olganlik uchun bu yerda hech shundoqla Yaponiyadagi nurg'un akademiklar bilan hamkorlashib, Sharqi Turkistonningki muhit va jo'g'rafiya to'g'risida xizmat olib borganlik uchun yaponchani kirgizib qo'ydik. Bu o'xshash yana ma'lumot, ulanish, ism, telefon, el-xat, munosabatli hujjatni kirgizgandan keyin buni besib bizga avatsangiz biz siz bilan darhol aloqa qilishimiz. Sharqi Turkistondagi zulm kundan kunga eshiyotgan, Xitoy dunyoninki ko'zni bo'yashga urinayotgan, lekin o'zining ichida lagerlarni borgan sari ko'lamlashtirib, uning texnik kengaytirishga tayyorlik qilayotgan shunday bir vaqtda barliq Uyg'urlar o'zininki o'sharligini o'stirib, o'zining urug' tuqqanlariniki so'langan yoki qo'yib berilgan bo'lsin, sal qaramay bu kishilarni uchurlarini bizga berishni, bularni arxivlashtirishni umid qilamiz. Bu bir tarixiy vazifa. Bu xizmatninki muhimligini bütün muajiratdagi Uyg'urlar aniq tunib yetish kerak. Bu xizmat bir kunlarda Xitoyni jinoiy jazoga tortish uchun dalil isbot to'playdigan xizmat. Shuning uchun barliq muajiratdagi qarindoshlarning bu xizmatninki haqiqiy muhimligini ham jiddiyligini tunib yetish kerak. Hammalarning diqqatiga rahmat.